Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, hurmatli uzoq va yaqindan kuzatuvchi obunachilarimiz. Mana bugun 19-yanvar ertalab soatimiz mana 8. Bugun mana ko'rib turganingizda Turkiya Istanbulda oppoq qorlar, hamma joyda qorlar yog'di. Ertalabda mana soat 8 bo'lishiga qaramasdan mana biz ishga ketyapmiz. Yo'l-yo'lakay qorlarda bosib ishga ketyapmiz. Mana Istanbulda oppoq qor, O'zbekistonda ham oppoq qor yog'ibdi deb eshitdik. Mana Turkiyada ham birinchi eng qiziqarli, eng oppoq qor bo'lib yog'di. E'tiborlaringizga havola qildik. Hurmatli obunachilarimiz, biz sizlar bilan qiziqarli videolarni yana e'tiborlaringizga havola qilamiz. Bizni kanalda tomosha qiling. O'z fikringizni yozib qoldiring. Mana bugun haftanimiz dushanba kuni bo'lishda qaramasdan mana birinchi ish kunimizda ham soat 8 dan boshlab olishga harakat qildik va uydan chiqdik. Ishxonaga ketyapmiz. Uzoq va yaqindan bizni kuzatayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor xayrli tong deb qolamiz. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin. Bizni kuzatishda davom eting. Eng qiziqarli videolarni sizning e'tiborlaringizga qo'yib boramiz. Bilasiz, biz fabrikada ishlash jarayonimizda qo'yib boramiz YouTube'da. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Eng qiziqarli va eng sizga yoqadigan videolar albatta sizni mana shu kanalimizda bo'ladi. Rahmatulloh Sharif kanalimizda obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Mana biz ishxonamizga yetib kelamiz deb qoldik. Ishxonamizga yetib kelishda mana oz yo'llarimiz qoldi. Ishxonaga boryapmiz. Ishxonamiz yaqin. Ishxonamizga yetib boramiz hozir. Bizni kuzating. Albatta qo'llab-quvvatlaganingiz uchun hammalaringizga oldindan rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling. Bizni kuzatishda davom